ayolini qizg'anmagan erkak bo'lmasa kerak. Shu sababdan ayol taksi, ayol videooperator, ayol instruktor va sizlar uchratmagan santexnika showroomimizda ayol santexnik konsultant servisini yo'lga qo'ydik o'zimizning Parkentdagi showroomimizda. Remont boshlagansiz, kenayimlarni bitta o'zlarini bozorga jo'natgisi kelmaydi. Shaxsan o'zimga ham rashqim keladi. Shu sababdan bizning showroomimizda kenayim kelib yoqqan dekorativ santexnika, o'zlariga yoqqan smetelni ayol konsultantimiz bilan maslahatlashgan holatda, texnik parametrlarni bilgan holatda, o'zlariga kerakli bo'lgan dizayndagi tanlovlarni bemalol qilishlariga bizni sotuvchi qizimiz yordam beradilar. O'zimizni santexnik malaka oshirish markazida o'qitdik va manaman degan santexnik erkak kishi konsultantda ham bilimlari xudo xolasa kuchli. Ayollarimizning asosiy sevimli bo'lgan zonasi kuxunniy zona, kuxunniy moykalarni assortimenti va asosiy bo'yinadigan vositasi bu ko'zgular. Ayollar nafaqat oshxonada, balkim sanuzel zonasida ham o'zligini atmosferasini yaratishga harakat qilishadi. Dizayn, chiroy va funksionallikka ayollarimiz juda ham e'tibor berib qo'yishadi. Bunaqa chiroyli dekorativ santexnika uchun ham tanlov keng va bemalol. Nafaqat dekorativ santexnika, injener santexnikada ham bizni ayol konsultantimiz kenayimlarga, sinizga, opezlarga chiroyli bir servis ko'rsatishga harakat qiladilar. Siz esa ishxonada majlisdasiz. Kenayim sizga telefon qilib, adasi pul yetmay qoldi, kartamga tashlab yuboring deb kutib qolmasliklari uchun bunaqa dam olish chiroyli zonasi. Dizaynerlar hozir juda ham stilni podключ chizmalar qilib berishayotganligidan bu lokatsiyamizda ko'proq bunaqa dekorativniy oynalarga, sanuzellarga mo'ljallangan, undan tashqari prixo'jalarga mo'ljallangan bunaqa oynalarni markaz zonasida talab juda ham katta bo'layotganligidan eng raqobatbardosh narxlarda ayollarimiz kelib bemalol o'zligiga yoqqan modellarni tanlashligi, konsultatsiya olishligi bemalol imkonligi bor. Manzilimiz Parkentskidan Chalkovskiyga qayrildinglar. Showroomimiz. Ham vaqtingizni tejaysiz, ham naqdingizni tejaysiz. Eng asosiysi aqlli narxlarda markazda o'zingizni remontingizni решенияларni topasiz. Xuddi shu komfort O'rikzordagi showroomimizda ham mavjud. Ko'pchilikning xayolida O'rikzorda sifatsiz, arzon va bir xil tovardek, lekin stilni, eksklyuzivniy, dizaynerskiy, hamyonbop aqlli narxlardagi santexnika bu yerda ham mavjud. O'rikzordagi qulaylik shuki, hamma avtoyeklar shu bozorda va endi qurilish boshlagan akalar dizaynerlar chizib bergan proyektni xohlaganingizcha живой proyeksiyasini ko'rishga imkoniyatingiz bo'ladi. Shunda ham showroomlarga kelishga vaqtingiz bo'lmasa, Instagramimizga obuna bo'lib qo'ying va remont boshlagan do'stingizga shu videoni jo'natib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, professionallardan so'rang.